Uf, issi matematika meni qiynabardi. Seving, sen tushunmayapsan. Matematika seni qiynamaydi, matematika seni sinaydi. Ya'ni agar sen misollarni topolmasang, u seni sabringni, bilmingni, izlanishlaringni sinaydi. Misol uchun ko'rib turibsan. Demasan, просто sen bilmay turibsan matematikani neda o'rganish kerak ekanligini. Masalan, men hozir matematikani oson o'rganib yuribman. Ko'rib turibsan-ku. Bo'pti. Na, aqlli chiqib aytma, neda o'rganib yuribsan matematikani ayt. Chukon, sen bilmaysanmi neda o'rganib yurganimni? Men matematikani Upgrade Academy'da o'rganib yuribman. Ko'rib turganingdek formulalarni shunday tez ishlab tashlayman, ular meni qiynamaydi. Keyin matematika o'qituvchim ham zo'r, yaxshi o'rgatadi menga. Eng zo'ri nonni bilasanmi? Sen deb istida yurmaysan, bizda konditsioner bor. Bemalol hazatib o'qiysan. Просто o'qib bersang bo'ldi. Konditsioner bormi? Bo'pti, nishating shunda men o'qish uchun endi. Sen endi o'qiyacakmisan? Har doimgidek kommentariyada plyus belgisini qoldiring, biz o'zimiz aloqaga chiqamiz.